Abdulla Avloniy merosining shoh asari sanalgan Turkiy Guliston yoxud axloq asari bo'lib, unda inson uchun muhim bo'lgan jamiki axloq-odob me'yorlari, ta'lim-tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu asar ikki guruhga ajratilib, yaxshi xulqlar deb nomlangan qismiga 33 maqolat, yomon xulqlar qismiga esa 21 ta maqolat jamlangan. Hayotiy rivoyatlar asosida Avloniy tarbiya va ta'lim bir-biri bilan uzviy bog'liqligini, tarbiya avvalo o'qitish bilan amalga oshirilishini asar mazmuniga singdirib yuborgan. Har bir xalqning kelajagi uning tarbiyasiga bog'liq. 1913-yilda buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy tomonidan yozilgan Turkiy Guliston yoxud axloq asari oradan bir asrdan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, bugungi kunda ham o'z qadrini yo'qotgani yo'q. Bu kitob insonni komillikka yetaklaydi. Unda ilmning qudrati, odobning go'zalligi, halollik, vatanparvarlik, mehr-oqibat va ezgulikning ahamiyati chuqur yoritilgan. Avloniy shunday deydi: tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Bu hikmat har bir ota-ona, ustoz va yosh avlod uchun muhim hayotiy saboqdir. Asar nafaqat bilim beradi, balki insonni o'z ustida ishlashga, jamiyat oldidagi mas'uliyatini his etishga va yuksak axloq sohibi bo'lishga chorlaydi.